Azamat, bu uyga ish yomon ko'p jira. Zakaz katta olayotgandasan. Qachon bitiramiz bu uyni? Qara, bizga maydaroq zakazchalar qilaylik, ketaylik dedim. Ahvolni qara, ko'pligini. Bu ishlar boku, mana boku moralni eziyapti-da. Yomon ko'p ish. Charchab ketdim, bilasanmi? Biza bir dacha-parchaga bir 2-3 kun dam olib kelmasam bo'lmaydi-da. Usta, bu o'zi 4 kun dam olib bugundan chiqdik ishga. O'yini shunaqa deb, uyda egasi bitta pul berdi deb ertalab meni chaqirib qo'y. Ya'ni pul berdi deganim, meni sotib ol degani emas-ku. Mana qilib, imo-ishora qilma. Ziqnani ziqna deydi, garangni garang deydi. Toza ahmoqlik, abetga bergan ovqatini ko't deymi o'zi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? To'g'risini ayting, shu men bilan ishlashga shogird arziydimi yo'qmi? Ustozga o'xshaydi, bari shogird. O'xshaydi-a? Arqaga tortayapti bu ishni. Men ishlaylik, mana shu o'qiraylik deyapman.